Qaysi bozor arzon? Aleyskiy, Chorsu yoki Farxatskiy? O'tgan videoda Korzinka va Yunusobod bozorini solishtirganimizda Korzinka yutib chiqqan edi va undan keyin juda ham ko'p kommentariyalarda shu 3 ta bozorga borishimizni taklif qilishdi. Bozorlar uchun ro'yxat tuzib, shu ro'yxat bo'yicha bozorlarni bir-biri bilan solishtirdik. Narxlari video davomida. Mol go'shti Chorsuda 130 ming, Aleyskiyda 150 ming, Farxatskiyda esa 75 ming. To'g'ri filesi Chorsu va Farxatskiyda bir xil narx 36 ming so'mdan, lekin Aleyskiyda 40 ming. Kartoshka Aleyskiyda 10 ming, Chorsuda 7 ming, Farxatskiyda 4 ming. Keyingi mahsulotimiz piyoz. Aleyskiyda 5 ming, Chorsuda ham 5 ming, daji Farxatskiyda ham 5 ming. Pomidor Chorsuda 35 ming, Aleyskiyda 40 ming, Farxatskiyda 33 ming. Bodring Aleyskiyda plus minus 20 ming, Chorsuda 18 ming, Farxatskiyda 16 ming. 5 litrli yog' Aleyskiyda 110 ming, Farxatskiyda 120 ming, Chorsuda esa 125 ming. Qizil sabzi Aleyskiyda 17 ming, Chorsuda 7,5 ming, Farxatskiyda esa 2,5 ming. Qulupnay Aleyskiyda 200 ming. Сколько? Да ты шо, охуел, блядь? Chorsuda 50 mingdan 100 minggacha, Farxatskiyda 30 mingdan 60 minggacha. Guruch alanga Aleyskiyda 27 ming, Chorsuda 25 ming, Farxatskiyda ham 27 ming. Oliy navli un Chorsuda 12 ming, Aleyskiyda 13 ming, Farxatskiyda 7,5 ming. Makaron Farxatskiy va Aleyskiyda 15 ming, Chorsuda esa 14 ming. Shakar Aleyskiyda 16 ming, Farxatskiyda 16 ming, Chorsuda esa 14 ming. Bu bo'lsa umumiy narxlar. Ko'rishingiz mumkin. Sizlar ko'proq qaysi bozordan xarid qilasizlar? Kommentariyada yozib qoldiring.